Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu bilan Fatima Zahroni oila qurishlari hijriy 2-sanada Badr urushidan keyin bo'lganligini ulamolarimiz o'z kitoblarida ta'kidlashib aytib ketganlar. Fatima onamizni Ali radhiyallohu anhu ning ijaraga olgan uyiga tushirib borishdi. Ha azizlar, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Fatima onamiz qasrlarga kelin bo'lib bormadilar. Balki Hazrati Alini kichkinagina, hatto o'ziniki bo'lmagan ijaraga olgan uylariga kelin bo'lib tushdilar. Lekin dunyodagi eng baxtlik odam edilar. Ha azizlar, ijaraga yashashning uyati yo'q. Ba'zi azizlarimiz uylari yo'q, ijara turgan bo'lsa aslo xafa bo'lmang. Agar yaxshi aql bilan fikr yuritadigan bo'lsak, aslida biz bu dunyoni o'ziga ijaraga kelganmiz. Dunyo, hayotimiz o'zi ijara-ku. Bir kuni bu dunyo tashlab ketamiz, hammamizdan qolajak. Shunday ekan, sahobalar bunday narsalarga e'tibor qilmasdilar. Ayniqsa payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamning oila a'zolari bu narsani o'ylashlari aqlimizga ham sig'maydigan narsa. U zotlar shunday tarbiya topgan edilarki, ular uchun dunyodagi eng katta baxt, saodat ularni bir-birlariga sadoqati, muhabbati, dinu diyonati edi. Fatima onamiz Hazrati Ali radhiyallohu anhu bilan mana shu uyda yashab turdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ba'zida ularni xabar olib turadilar. Ammo lekin uyning sharoiti juda qiyin edi. Ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan biroz uzoqroq edi. Hazrati Ali radhiyallohu anhu da ham, Fatima onamizda ham payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga yaqin bo'lgan biror bir uyda yashashlik ishtiyoqi bor edi. Lekin buni ayta olmayotdi. Ziyrak, sadoqatli, muhabbatli bo'lgan sahobalardan birlari Horisa ibn Nu'man payg'ambarimiz alayhissalom bilan bir devor bo'lgan o'zini uyi bor edi. Mana shu uyini Fatima onamiz bilan Hazrati Ali radhiyallohu anhu molarga bo'shatib berdi. Muhabbat va sadoqat shunchalik bo'lar ekan azizlar. Hazrati Ali va Fatima radhiyallohu anhu molar oila qurganlardan keyin oradan 1 yil o'tib, hijriy sananing 3-sida Ramazon oyida payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam uchun xursandchilik xabari kelib qoldi. U zotga nabira ko'rganlarini xabarini keltirishdi. Nabiralariga hech ham qo'yilmagan go'zal bir ism Hasan deb qo'ydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam go'dakni quchoqlariga olar ekan, bir quloqlariga azon aytdilar, iqomat aytdilar. Rofi radhiyallohu anhu dan quyidagi hadisni rivoyat qiladilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Fatima radhiyallohu anhoning tuqqan bolasi Hasan ibn Alining qulog'iga azon aytayotganlarini ko'rdim dedilar. Ha, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nabiralariga o'zlari azon aytdilar, iqomat aytdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Hasan radhiyallohu anhuning tug'ilishlari katta quvonch bo'ldi. Chunki u zot 57 yoshga kirib qolgan bo'lsalar ham zurriyotlardan o'g'il farzand ko'rmagan edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning zurriyotini davomi aynan mana shu go'dakdan boshlanishini Allohning o'zi iroda qilgan edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ko'zlarini quvonchi bo'lgan tug'ilgan bu muborak farzandiga Hasan deb ism qo'yganlar. Bu ism azizlar o'sha kungacha hech kimga qo'yilmagan edi. Hasan radhiyallohu anhu tug'ilganlarda to'yga aylanib ketdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam nihoyatda xursand bo'lib ketdilar. Nabiralari uchun aqiqa qildilar. So'ngra Hasan radhiyallohu anhuning sochini qirqidilarda va Fatima onamizga buni sochi barobari vaznida kumush qo'yinglar dedi. Taroziga qo'yganda 1 dirham chiqdi. Keyin uni boshqalarga tarqatib berdilar. Kumushni ham kambag'allarga sadaqa qildilar. Hasan radhiyallohu anhuning tavalludlaridan taxminan 1 yil va 1 oy o'tib, hijriy 4-sanada yana xursandchilik bo'ldi. Sha'bon oyida Hasan radhiyallohu anhuning ukasi Rasulimiz alayhisolatu vasallamning ikkinchi ko'zini quvonchi bo'lgan nabiralari Husayn radhiyallohu anhu tavallud topdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam quvonchlariga quvonch qo'shildi. Ha azizlar, Hasan va Husayn radhiyallohu anhumolar siz bilan biz o'ylagandek egizak emas edilar. Balki ularning oralarida 1 yil va 1 oy taxminan vaqt bor edi. Ular aka-uka edi, lekin nihoyatda xuddi egizakdek bir-birlariga o'xshab go'zal suratda edilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 2 nabiralik bo'lganliklari uchun xursand bo'ldilar va bu nabiralariga ham aqiqalar qilib butun xalqqa xursandchiligini izhor qildilar.